Shu darajaga yetish uchun sababchi bo'lgan otalarga bitta she'r o'qib bersam, she'r yozishni bilmayman, lekin ikkinchi harakat qilib she'r o'qib beraman. Jannat onalar oyog'i ostida deysizlar. Jannatni istaganlar onasini rozi qilar. Ona buyuk, muqaddas. Shubha yo'qdir bu fikrga. Biroq odamiz ham bor. Ular ham jannatdir. Onam deymiz-u, otamiz qolar yolg'iz. Ular bo'lmaganida bo'lmasdik-ku o'g'il qiz. Bu ko'rkam zamonda ayol aziz, mukammal. Erkaklarga so'z qolmas. Go'yo emas-ku odam. Otalarning hurmatin o'z joyiga qo'ymaymiz. Lekin onamiz ko'nglim har soniyada so'raymiz. Telefonga qaraylik. Qachon qildik qo'ng'iroq? Onajonim deymiz-u, otamiz chetda biroq. Lekin shunda ham bizni teng ko'radi otamiz. Lekin mehr teng emas, ona butkul hammamiz. Bolalikda, sho'xlikda biz uchun bor bo'lgan, uyga shoshibgina issiqnon olib kelgan. O'qitku kam qilmay ko'nglimizni so'radi. Sal olis bo'lib qolsak, holimizni so'radi. Ota-ona davlatdir, bu qadr-ku foydamiz. Qirolicha onalar-ku, sultonlar-ku otamiz. Sulton bo'lmasa davlat bo'lmay qoladi. Onani ona qilgan asli otamiz bo'ladi. Ikkalasini teng ko'raylik. Ona bor-ku, hayot bor. Otasin asragan ham jannatga bular duch. To'ylar muborak. Boshidan bitta chiroyli qarsaklar bo'lsin. Qattiqroq chalib beringlar. Ovozinglarni boricha. Gabriel Jasurbek, ko'nglingiz bo'lsin. Xudo xolasa 365 tarjimani qilishni sizga tilaymiz. Niyatga yeting loyiq. Ana endi hurmatli kelin-kuyovlarimiz onajonlari bilan birgalikda, otajonlari bilan birgalikda chiroyli raqslarga taklif qilamiz. Marhamat san'atkorlarga navbat.